Taylanddagi qonliq yosh. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida quyosh nuridan bahrilanib, yulduzliq osmonga qarab dunyoning cheksiz cho'ngligini his qilib, erkinlikda yashayotgan, ammo yanala vatansiz musofirlikdan g'iribsinayotgan muhojiratga Uyg'ur qarindoshlar. Sizlarga to'liq hijolat ilkida o'zimizning haqiqatan ojizligimizni e'tirof qilib, sizlardan dindoshlik, millatdoshlik, vatandoshlik, yurtdoshlik munosabatlarini eslab turib, sizlarni bizning erkin bo'lishimiz uchun yordam qilishinglarga chaqiramiz. Biz asli yirtqich, hayvon kabi bir oshko'z Xitoyning ishg'olida qolgan usti ochiq turma bo'lib, barcha erkinlik tortib elingan yurtdagi zulmdan qutulish uchun so'yimlik ota-onamizni ishqi piroqda qoldirib, o'moq bolalar va och singillarimizni tashlab, Xitoyning ishg'olida qolgan vatandan o'g'irlikchi qechib, tog' dengizlarni besib, ulug'vor g'oya, go'zal orzu-armon bilan zulm ko'maydigan kangri bir o'rinni maqsad qilib chiqqan edi. Muhojiratga ko'zlari taram-taram yosh bilan to'lgan, toshni eritqudek qayg'uda begunoh mahbus bo'lib qolgan Taylanddagi Uyg'urlar biz. Hurmatli muhojiratdagi qarindoshlar, Allohga minglarcha hamd sanolar bo'lsin-ki, sizlarni bizga o'xshash muhojiratdan yoki qattiq zulm tatquchilardan qilmay, Alloh o'z fazli rahmati bilan mujohidlarga yordam qiluvchi, zulmga bar imkoniyatida qarshi turuvchi, ojizlar uchun yordam berguvchi qilgan Allohga yana minglarcha hamd sanolar bo'lsin. Tövəndə biz sizlarga o'zimizning ahvoldan qisqacha oshirib o'tmagan, yolg'on yovda qo'shmagan va yo'shirmagan holda ma'lumot berib o'tamiz. Afsus, ming afsus, biz zolim Xitoy zaminidan chiqolgan bilan vahshiylikda yirtqich hayvondanmi betar ayolligini farq etkili bo'lmaydigan gunohkorlarning eng cho'ngi mushrik, zolim Xitoylarga g'olchi bo'lib hayot kechirayotgan Tayland qaroqchilariga asir bo'lib qoldik. 2014-yilning 5-ida bo'lsa kerak, biz yangi asrga tushganda sonimiz ko'p, oramizda ayollar va bolalar bor edi. Keyin ba'zilar sizlarga o'xshash so'yimli qarindoshlarimizning yordamida ko'p qarindoshlarimiz qochib qutuldi, ammo qochishmi bo'lgancha qiyinlashib, muhofazat kuchaytirildi. Bu asrlik 2015-yili zulmatli qora kunlarga qadam qo'ydi. Hiligar Xitoy boshchiligida Tayland saqchilari oldi bilan ayol bolalarimizni Turkiyaga yo'q soldi. Orqadanlar ba'zi qarindoshlarimizni zolim Xitoyga yo'lga selib, qolganlarimizga kuchining yetishicha zulm qildi. Bu jarayonda ba'zilar yetim bo'ldi, ba'zilar tul qoldi, ba'zilar shahid bo'ldi va ba'zilar zolim Xitoy turmalarida umrlik asir bo'ldi. Ammo bu qora kun shu kunlardan boshlab mana hozirgacha davomlashib kelmoqda. Bizga o'xshash yo oldiga yo orqaga ma'may qilib qolgan bir turkum Uyg'urlarni Tayland saqchilari xohlagancha urib, yenimizdagi pullarni tortib oldi. Hatto kitob materiallarni, qalamlarni elib oldi. Ba'zi o'rinda sen Qur'onni ko'p o'qib qochib ketirgansan deb muborak Qur'onni o'qishga imkon bermadi. Bu jarayonda kommunist Xitoyning o'rinlashtirishi ostida odatdagi qamoqxona, olaydi turma, maxsus jazo rayoni musofirlar lagerida turib keldi. Bu hayosiz kofirlar bizni cho'ng kichik demay, qip yalang'och qilib gimnastika o'ynadi. Hatto birinchi kuni yotoqqa kirmoqchi bo'lsak, qip yalang'och qilib kirdi. Jazo lagerlarida Taylandning pish-pish issig'ida chiroyimizga qarmay surkab, oftobda azoblasa, yomg'ir yoqqan kunlari laypatqoq bo'lgan yerda yumultib, odam qilmaydigan muomalani qildi. Ba'zi qarindoshlarimiz suluq kamerlarda zanjir kishan bilan uzun turib, badani bek ojizlab ketdi. Yo'qilan ishlarni bahona qilib, eg'ir, ammo yarim metrmi kammaydigan zanjirni ikki odamning birdan putiga selib, uzun muddatda qolib qo'ydi. Saqchilar bergan zulmni oz degandek, turmadagi boshqa hayvon kabi og'vatlar, ayolsiman erlar to'plashib, 3-4 odamga 100dak odam hujum qildi. Bundaq cho'ng urushlarda qo'llar sunib, boshlar yerilib, hatto bo'rak kesligimi giribdor bo'ldi. Elimi esimda. 2015-yili Taylandning janubidagi Nota degan bir turmada turma saqchilarining boshchiligida
5 kishiga 80 odam hujum qildi. Shu vaqtda marhum Bilal qori bor edi. U bo'yi kichik, o'ruq, ovozi bulbuldek chiroyli qori edi. Bilal shu qitim qattiq tepki zarbasida qon tukirib, oxiri 2018-yil shahid bo'ldi. Lagerda saqchilarning g'olchilari bilan birlashib olgan Vyetnamliklar bilan bo'lgan urushda, Shizangliklar bilan bo'lgan urushda har qitim ularning soni ko'p bo'lgan bo'lsa-mu, ammo yaralanganlar ulardan ko'p, bizdan oz bo'ldi. 3-kuni bo'lsa, bizni sen urushding deb saqchilar jazo berdi. Hamma odam normal holatda tursa, bizni olayda qilib, boshqalarga yomon qilib ko'rsatdi. Kasal bo'lsak davolamadi. Elimi esimda. 4-5 qarindishimizning futbollari sunuq holatda bog'liqlik mashinada 2 kun tashlab qo'ygani. Shu vaqtda o 2 qarindishimizning badanidan qon eqib, hech qon qolmadi. Agar men Taylandda har bir zulm tatayotgan qarindishimizning dard alamini so'zlasam, bir roman bitadi. Nurg'un odamlar og'riq siliqqa savr qilinglar deydi ekan. Ammo qo'saqning ochlig'i savr qilmoqda ekan. Kechining uzunligi badanga chiqqan qitishqoq azobida savr qilmoq to'liq qiyin. Ammo amal qancha, biz oxiri sabr qildik. Men zindondagi hayotni mushunchalik so'zlayman. Mana bu 6 yilga so'zilgan zulmlarning hammaga ma'lum bo'lmagan turlari qatoridan. Dunyodagi turmalarning oldingi qatoridan bo'lgan musofirlar lager hayoti har bir anglag'uchiga nisbatan bular turmada emaskan, musofirlar lagerda ekan degan uqum bo'lishi kerak. Lekin hamma oddiy sanaydigan Tayland saqchilar qilayotgan Uyg'urlar ustidagi zulm va azoblarni dunyodagi eng og'ir turmalarni ko'z oldimizga kelsak, hech qanday xatolashgan bo'lmaymiz. Bu yerda bizga eng oddiy bilingan jazomi beshimizga qor xalta kiydirib, qo'limizni zanjir kishanlar bilan bog'lab qattiq urish. Ondan 1 yildan ortiq zanjir kishan bilan tashlab qo'yib jazolash bo'ldi. Men yuqorida so'zlab o'tgan ishlar hargizmi to'qilma yoki mubolag'a emas. Balki bular real dunyoda biz ko'rinayotgan bir kartina xolos. Buningga mushu zulm tatayotgan qarindoshlarimiz guvohchi. Bu jarayonda biz bir-birimizga madad bo'ldik. Ulug' Allohning bizga cho'qim nijotlik berdiganiga ishondik. Allah her narsaga qodirdir. Hikmatli Allah inson hayotini bir-biriga bog'lab, hayot musofasini davom etkazdi. O'z millatimizdan bo'lgan har xil faoliyat elib berayotgan jamoat arboblari ustozlarning sabab qilishi bilan cho'qim bir kuni ozod bo'lamiz degan orzu umidda bo'lib keldik. Ammo bu orzuyimiz orzu bo'lib qolaverdi. Biz bo'lsak faqat unsiz yig'lashlarimiz bilan duo qilishdan boshqa hech ish qila olmadik. Bizning asosli demoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizdan umid bilan so'raymizki, qo'linglardan kelishga tirishib, bu uzunga so'zilgan zulm sistemlardan qutulishimizga yordam qilishinglarni umid qilamiz. Qanday yordam qilish ishida sizlar eng yaxshisini bilasizlar. Shundaqdimi biz o'ylaganlarimizni essak foydasi bo'lsa kerak. Biz haqiqatan baraqli ketanmaymiz. Bizni 3-4 guruhi qurib yutkash imkoniyati bor. Yana biri har kishi turayotgan davlat tavalligida Qatar konsuli bor. Shular orqali yutkashmi oqilona. Hech bo'lmasa, nima sababdan qaysi jinoyat bilan bizni buncha uzun tutib olganligi to'g'riliq javob chiqsa kerak. Munosabatli kishilar bilan birlikda bir amal chora ib bo'lsanglar. Sabablar natija hosil qilg'usi. Agar moddiy va ma'naviy yordam qilolmasanglarmi, biz uchun duo qilib qo'ysanglar, to'liq minnatdor bo'lgan bo'lardik. Rabbimiz sizlarning ashu qilgan duoyinglar tufayli bizni asirlikdan qutqizib, ozod qilibsa ajab emas. Taylandda turayotgan chiroyi sulg'un, ko'zlari qonliq yosh bilan to'lgan zulmdagi qarindoshlar qat yaqinda sizlar bilan xushallik yoshlarini to'kib, havosi ochiq bo'lgan pokiz muhitda yuz ko'rishni taqozolik bilan kutamiz. Oxirda barliq g'arib asirlarning solimini ilik og'aysizlar. Taylanddagi bechora Uyg'urlar 2019-yili
6 ayning 8 kuni.